Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimizda xalqimiz hayotining ajralmas bir qismiga aylangan to'y hashamlar va ularni ma'naviy axloqiy ahamiyati va eng asosiysi dabdababozlikka qarshi kurash borasida suhbatlashamiz va bu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana bugun to'ylar borasida gapirar ekanmiz. Nikoh to'y, xatna to'y, beshik to'y, kelin salom, hoji oshi deymiz va bularni hali ancha davom ettirishimiz mumkin-da. Mana shunday to'y oldi, to'ydan keyingi marosimlarni qancha cheklash haqida suhbatlashmaylik, lekin baribir ayrim joylarda dabdababozlik avj olib ketayotganini guvohi bo'lyapmiz. Hozir shu o'rinda bundan 100 yil avval Oyna jurnalida chop etilgan Mahmudxo'ja Behbudiyning so'zlarini o'qib bersam. To'y va ta'ziyaga sarf qilinadigan aqchalarimizni biz turoniylar ilm va din yo'liga sarf etsak, anqarib Avropiylardek taraqqiy etarmiz va o'zimizda, dinimizda obro'y va rivoj topar. Yo'q, hozirgi holimizga davom etsak, din va dunyoga zillat va miskinatdan boshqa nasibamiz bo'lmaydir. Qarangki, bu so'zlardan ko'rinib turibdiki, demak 100 yillar avval ham to'y marosimlar, umuman tadbirlar borasida holimiz bugungidek bo'lganmikan? Bu aynan bizni xalqimizga, bizni millatga dabdababozlik o'zi qachondan kirib kelgan ekan? 14-asrda arab sayyohi Ibn Battuta shu nimaga kelganda, O'rta Osiyoga kelganda, o'sha paytda haligi aytganki, o'sha paytdagi mana bu xonlarni qurultoy, yig'ilish majlisini toy deb atalishini, bundan tashqari yig'inlarni ham toy, ya'ni qurultoy deymiz, toy, o'shandan to'y oti shundan kelib chiqqanda edi, o'sha paytda aytilganini aytadi va o'sha undan tashqari 17-18-asrlarda o'sha xonliklar davrida bir necha kunlab to'y berilib, hamda sarpolar berilganligi tarixda ma'lum bizada. Demak, bundan kelib chiqadiki, bu bir 100 yil ichida yoki 200 yil ichida paydo bo'lib qolgan narsa emas aslida. O'sha jadidlarimiz 100 yil avval bekorga kuyinmaganlar. Juda ham siz to'g'ri boshda e'tirof etdingiz. Jadidlar Isoqxon Ibratda mana shu narsani gaplarini yozgan maqolalarda, 13-yilda yozgan maqolalar, To'raqo'rg'ondan xat degan maqolalarda, 14-yilda yozgan xatlarda yoki 15-yilda Sadoi Farg'ona degan haligi gazetada chiqargan o'sha jadidlarimizning maqolalarida bir emas, bir necha marotaba mana shu narsa ko'tarilgan. Va yana bitta narsani biz alohida e'tirof etishimiz kerakki, bizni jadidlarimiz nafaqat dunyoviy ilm, ular shariat ilmini ham juda bir ilmdoni bo'lganlar. Va ular mana shu to'y, aza marosimlari, mana shu turli urf-odatlarimiz shariatga qay daraja to'g'ri kelish kelmasligini tahlil qilganlar hamda riyokorlik deb ataganlar. Albatta riyo emasmi? Mana qarang. Siz qarz olib, o'zingizni boy ko'rsatsangiz, yo'g'ingizni bor qilib ko'rsatsangiz, bu riyo, yolg'on bo'lmasdan nima bu? Qanaqa qilib bu shariatga to'g'ri kelishi mumkin? Va aytganlarki, bu xudoyi emas. Xudoyi bu qarz olib beriladigan narsa emas. Mana o'sha miskin bechoralarga o'zi aytganlar. Haqiqatda mana Behbudiy yoki Isoqxon Ibratda hammalarida aytganki, to'y albatta bu xursandchilik kuni. Bunda dasturxon bo'lish kerak, xursandchilik bo'lish kerak, elga bildirish kerak, to'y bo'lish kerak. Bo'lmasligi kerak emas deyilgan. Lekin azada u taom, ziyofat bu makruh deyilgan, mumkin emas deb aytishgan. Va aytishadiki, o'sha to'yda lekin o'zi hozir aytganingizdek qarz olib, buni o'sha beva yo miskinlarga bir dasturxon yozdi deb agar Xudoga yo'yadigan bo'lsa, bu riyo bo'ladi deyishgan. Va yana aytishganki, o'sha davrda bundan 100 yil oldingi jamiyatning eng katta balosi, bu ommalashib ketgan balosi bu qarzga botish bo'lgan. Qarzga aholini juda katta soni qarzga botib ketgan. Bugungi kunda ham qarasangiz,
agar o'zi holi yetmasa kredit ustiga kredit olib to'y qilayotganlarni xuddi ko'ramizda. shunday, xuddi mana shuni hozir shu gapni olib kelmoqchi edim. Aytishganki, qarzga botish balosi ommalashib ketdi va bu o'sha xotin olgan yigitlarni xonavayron qildi deb berishadi ular. Va bugungi kunda mana yuksalish harakati yoki mana men faoliyat olib boradigan ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar institut tomonidan ham biz mana ko'p so'rovnomalar o'tkazdik. Mana shunda qariyb o'sha so'rovnoma o'tkazganlarni 40 dan 60% gacha albatta kredit olishi, yana qanchadir 30% yori do'stlar yordam beradi degan. Qarang, faqat bir 9-10% gina hammasini o'zim uddalayman, o'zim qilaman degan. Endi yori do'stlar yordam beradi degani ham endi to'g'ri, u bankdan kredit olmaganimdan ertaga uni qaytarishi bor, to'g'rimi? Albatta. Bu degani bu salkam 80-90% albatta kimgadir tashqaridan keladigan mablag'ga muhtoj degani. Endi kelib chiqadi. Shunaqa bir muhtojlik bilan, shunaqa bir dabdaba kerakmi o'zi, shu odamga nima uchun kerak? Yana mana shu savolni qo'ygandan keyin men jadidlarni fikrlariga nima qilgim keladi, yondashgim keladi. Ular aytadilarki, sababini. Nimaga shunaqa katta xarajat qiladi? Xonavayron bo'lishini bilsa-da, bir-bir bilan musobaqalashadi. Nima uchun degan savolni qo'yganda, buni javobini ilmsizlik. Ilmsizlik. Ilmsiz odam, mana hozir ham jamiyatga qarasalaring, ilmli odamlar bunaqa katta to'y qilmaydi. O'sha ana Sadoy Farg'onada ham Qo'qonda o'sha 14-yil adashmasam yozilgan maqolada misol ko'rsatadi. Qo'qonda bitta attor hamda bir hoji odam, ikkita odam bir bo'lib, ikkitasi farzandiga bor yo'g'i 5-6 odam aytib xatna to'y qilganligini misol qilib ko'rsatadilar. Mana o'qimishli, dindan xabari bor bo'lgan ziyoli insonlarni misol qilib ko'rsatadi.